Vijivaniya yirtchasi. Chirigrov yirtchasi. Vardin yirtchasi. Endermenlar yirtchasi. Sahro yirtchasi. Bambuk yirtchasi. Lava yirtchasi. Va qishloq yirtchasi. Qish yirtchasi. Bittagina daraxt turgan yirtchasi. Va g'alati uy bor yirtchasi. Lekin bu qayer? Shuna pishqoq yirtchasi. Saroyi. Mana shu yerlarga o'tib men bu videoda Vijivaniya qilaman. Birinchi lekin bu yerdan boshlaymiz. Oddiygina Vijivaniya yirtchasi. Salom o'g'aylar. Bugungi videoda men mana shunaqa yirtchalarda Vijivaniya qilamiz. Agar boshlashimda xohlasalaring like bosamiz va boshlaymiz. Toza qiziqarli joy bu yerlar. Bular. Nega o'zim video paydo bo'ldi? Bular solib qo'yamiz. Kerak emas. Bular spam qilmaymiz. Bular nasl olamiz. Bu nima debdi? Ittiqqiduq. Qani? Bu sen buni bilmasam. Bu ikkinchisini o'qiymiz. Birinchidan kreativga o'tmang. Ikkinchidan nimadir deyapti. Yo'q. Bunday modifikatsion. Mod ishlatmaslik kerak adashmasam. Bu world va publish nima degani? Break qilishga boya qilmang deyapti. Bilmasam, hammasi tushunarsiz. To'xtang, yana bitta. Mavzular bor ekan. Uncha inglizchani tushunmayman men. O'tkazil. Subscribe, obuna bo'l deyapti. Bu world Pakiston adashmasam. Nega? Bu map yasalgan nimadan? Pakistondan ekan. Dahshat ekan. Bugun bu ikki kishi ikkinchi qismida do'sa qiziq bo'ladi. Men do'stim bilan o'ynayman. 3-qism yoki 4-qismida. 3-qismida bo'lishi ham, ikkinchida bo'lishi ham mumkin. Va biz Vijivaniya boshlaylik. Boydan beri bilmasam, boydan beri bir bolalar qilyapmiz. Bular qo'y. Olaylik. Va biz nimaga tosh qo'yamiz? Biga qo'yamiz, biga bitta lava qo'yamiz. Va buni kovlaymiz. Suv chiqdi va voy o'ldi. Voy, yordam beringlar, yerim yo'q bo'lyapti meni. Tosh qo'ymasak bo'lmaydi do'sa. Tosh kerak bizga. Men bu yerdan olaylik. Tez olishim kerak. Do'sa, obunachilar, tez olish kerak. Mosam hozir yonib ketadi ani. Kurka kerak menga birinchi o'rinda. Degan gapga tushunasizlarmi? Oddiygina Vijivaniya bu ehtimollar Vijivaniya emas. Crafting tabir bo'lib va tibbil biga qo'yib bitta kirka yasaymiz. Kirka bo'lsin qotdi do'sa. Ana nihoyat o'yin qotadi. Internet yo'qligiga qotadi qani. Tosh qaydan olaman? Endi nima qilamiz? Bu
buni 1 yildan keyin kovlasak hali. Endi esa nima qilamiz biz? Havolanibdi. Va endi bega unaqa qumlar qo'yamiz va o'zimiz tushib ketmasak bo'ldi. Olamiz bega. Yaxshi ham. Bu unaqa bo'ladi. Nima deydi? G'or bo'ladi. Bizga birinchi o'rinda hozircha ko'mir kerak. Yoriqlaylik do'sa. Yoriqlamiz. Yomg'irni o'chirish kerak. Va bu yerdan endi chiqmaymiz. Maniga. Mana chiqish joyi bo'ldi. Bu yerga bitta qo'yib, to'xtang. Bunday qilamiz. Buni ham kovlaymiz va tayyor do'stlar, bunachilar. Bir tugab qoldi. Ma'sam bu yoqdan kovlaymiz. Birinchi o'rinda pakil uchun bizga boya kerak bizga. Va endi biz bu yerdan chiqib ketamiz va bitta topor asta bosdim. Bitta topor, bitta ko'rka. Tezlash! Bitta topor, bitta ko'rka va bitta pilchka. Mana shunaqa shortishni ko'rgan bo'lsalaring yaxshi. O'shanaqa gapni takrorladim va birinchi qism tugadi.